Hurmatli Munozara podkasti kuzatuvchilari, mana navbatdagi sonda yana siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turibmiz. Bugun ham sizni o'ylantirayotgan, bizni o'ylantirayotgan, millatni og'rig'iga aylanib borayotgan masalalardan biriga e'tibor qaratamiz. Bugungi suhbatdoshim amaliyotchi psixolog Shoira Soqova. Shoira opa, xush kelibsiz. Alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Suhbatga rozilik berganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz jamoa nomidan. Umuman bugungi siz bilan gaplashadigan mavzumiz to'ylar haqida. Endi yaxshi niyat qilishadi, duo qilishadi, topgan tutganing to'yga buyursin, boshing to'ydan chiqmasin deb. Bu endi duo darajasiga yetgan gaplar, lekin sekin-sekin mana hayotimiz o'zgaryapti. Xarajatlar o'zgaryapti, dunyoqarashlar o'zgaryapti, avlodlar almashyapti, hatto duolar ham sekin-sekin o'zgaryapti. Va siz bilan aynan mana shu to'ylar haqida gaplashmoqchiman. Hashamatli to'ylar haqida. Hammamizni ham to'yga yetkazsin va to'ydan keyin ham farovon hayot davom etsin. Faqat to'yda boshlanib, to'yda tugashi kerak emas, menimcha baxt degan tushuncha. Shu jihatdan aynan to'y masalasida o'zingiz ham bilasiz, amaliyotchisiz, mana katta avlod va yoshlar o'rtasida ma'lum bir ziddiyatlar yuzaga keladi, tushunchalar bilan bog'liq shaklda. Kelin va kuyov o'rtasida ziddiyatlar kelishi mumkin. Kelin tarafga, kuyov tarafga turlicha og'irlik yuk tushishi mumkin, ruhiy bosimlarga aylanib ketishi mumkin. Umuman sizdan so'ramoqchiman, nimaga bizning xalqimiz odatiy hayot tarzida o'zini boshqacha tutadi? To'y ssenariysida butunlay boshqacha ko'rinishni istaydi. Hamma butunlay mutlaqo o'rtamiyona hayot kechirayotgan yoki sal faqirroq hayot kechirayotgan odam ham to'y kuni o'zini boy odamday ko'rsatishni istaydi. Pulini sochishni istaydi. Nega to'y kuni biz o'zgarib qolamiz? Juda ajoyib savol berdingiz. Avvalambor to'y bu oilaviy tadbir aslida. Buni butun dunyoga jar solishni umuman keragi yo'q. Nimaga shunday holatga kelib qoladi deydigan bo'lsak, birinchi navbatda men aytamanki, ilmsizligimizdan. Ilmsiz deganimizda o'sha kitob o'qimaydigan, ma'naviyati ustida ishlamaydigan, o'zini dunyoqarashi ustida ishlamaydigan odamlar o'zini borligini, mavjudligini atrofdagilarga ko'z-ko'z qiladigan bir jarayon hisoblanadi to'y. Lekin to'yda indamasdan borib o'tirib ham, to'yni o'tkazib ham kelish mumkin aslida. Bu hashamatga o'chligimiz bizni qon-qonimizga singib ketgan. Ko'p holatlarda haqiqatan ham boya to'g'ri aytdingiz, ikkita davr o'rtasidamiz. Biz masalan X avlod hisoblanamiz va biz bizdan keyingi avlod bilan ham, undan keyingi avlodlar bilan ham til topisha oladigan, ularni fikrlarini inobatga oladigan avlod biz hozircha ko'prik vazifasini bajaryapmiz. Va bugungi yoshlar ko'p holatlarda hashamatlarni xohlashmaydi. Ularga hashamat, katta bir jarayonlar kerak emasdek, qandaydir bir me'yor bo'lishini xohlashadi. Ya'ni o'sha to'yga ketadigan katta-katta xarajatlarni ular o'zlarining o'sha oilasi uchun qilinadigan xarajatlarga sarflashni yaxshi ko'rishadi. Aslida biz to'y deganda o'sha qarindosh urug'lar yig'ilib, me'yorni o'ylashimiz kerak. Ilgari to'ylar hashamat bo'lmaganmi? Hashamat bo'lgan, faqat qanaqa bo'lgan? Uyda qilingan hamma narsa va uvol bo'lmagan. O'sha to'ylariga, dasturxoniga sochilgan noz-ne'matlarni hammasi o'sha bir hafta oldin deylikki xamir qilib non yopishgan, qatlamalar qilishgan, bo'g'irsoqlar qilishgan, nimadir qilishgan, qovun tarvuz bilan hamma o'zini yiqqan tergani bilan to'y qilgan va bu to'y hamma uchun chiroyli bir uchrashuv, qadriyatlar uchrashuvi bo'lgan. Ya'ni hamma qarindosh urug' 3-4 kun oldin kelib, didorlashib, gaplashib, maslahatlashib, to'yni maslahat bilan qilishgan. Demak, to'y qilayotgan odam avvalambor o'zini o'sha iqtisodiga qarab turib rejalashtirish kerak. Ko'p holatlarda ko'rpamizga qarab oyoq uzatmaymiz, haddan tashqari hashamatga o'chimiz, ertaga nima bo'ladi ishimiz yo'q va bu jarayonda o'sha oilalar o'zlari bir-birini qiynab qo'yadi. Ya'ni kim o'zarga o'ynaydi, meni to'yim ularnikidan zo'r bo'lishi kerak, meni oshim ularnikidan zo'r bo'lishi kerak degan bir nima deydi, yasama programmalar mavjud. Buni o'zimiz yasab olganmiz. Unikidan zo'r bo'lmasa ham hech narsa qilmaydi. Mana bu gaplarchi, men elni oshini yeganman, men ham osh berishim kerak. Men to'yona berganman, ular ham to'yona berish kerak. Bu masalalarga qanaqa qaraysiz? Masalan, to'g'risi aytaman, agar nafaqat psixolog sifatida, balkim nutritsiolog sifatida aytadigan bo'lsam, ertalabki yeyilgan oshlar bu koni zarar. Organizm uchun bu eng katta zarar o'sha osh.
Lekin to'yona bu shunchaki o'sha to'y qilayotgan insonga yordam. Uni qaytishini kutib o'tirishni ham keragi yo'q. Bizda bu hisob kitob qilinadi, daftarlar tutiladi, to'y daftarlar. Bilaman, shunaqa qilinar ekan, lekin to'yga shunchaki bir chin dildan o'sha bir sovg'a sifatida, tuhfa sifatida olib borilishi kerak va uni qaytishini kutmaslik kerak. Kimdir qaytaradi, ha, kimdir qaytarmaydi. Bergan jarayonimizni biz sovg'a sifatida beramiz va uni kutmaymiz. Mana shu jarayonlari ham borda. Endi masalan, osh berganda albatta qo'liga qarab turishadi. Ya'ni kimdir yordam beradi. Vaholanki oshni xarajati kelayotgan odamlarni beradigan pulidan ham ko'ra ko'proq bo'lib chiqadi. Baribir o'tirib xomchot qilamiz, hisob kitob qilamiz, boshqa. Umuman olganda kimdir mana shu oila boshi sifatida to'yni juda ham nima deydi, minimal holatga olib kelish ustida ishlash kerak. Juda ham ko'p xarajatlar, haqiqatan ham ba'zi to'yxonalarga borsak hech narsa yeyilmaydi-da. Noz-ne'matlar uvol bo'lib ketadi. Salatlar, har xil ovqatlar, uni hammasi pul turadi-ku. Ikkinchi masala mana shu oilalar kreditlar olib to'y qiladi-da. Qiyin vaziyatda o'zi, lekin kredit olib hashamat qilib to'y qiladi va bir kunlik xursandchilik o'tadi ketadi, lekin undan keyin o'sha kreditni to'lashchi, qarzlarni to'lashchi. Umuman mana shu odamlar nima deydi degan qo'rquvni qanaqa qilib yengish mumkin? Bu bizga singib ketgan. Qanaqa yoshda bo'lsak ham bizda bor shu narsa. Nima deydi degan bir stereotiplarimiz bu juda eski stereotiplar. Uni qadriyat deydi-da, bu qadriyat emas. Sharq xalqlarimiz masalan hissiyotlarimizni ham namoyishkorona ko'rsatishni istaymiz. Lekin to'yda ko'rsatamiz-ku. Quvonchimizga ko'proq odam sherik bo'lishni xohlaymiz. Yig'lasak ham qattiq yig'langlar deb aytiladi, azalarda odamlar gapiradi deydi. Bu narsa butun hayotimizga singib ketgan. Shu yerda bitta narsani aytib ketaman. Endi ozgina psixologik nuqtai nazardan baho beraman-da men ko'p holatlarga. Emotsional intellekti past bo'lgan odamlar, ya'ni hissiy intellekti past odamlar, ular boshqalarning fikri bilan yashaydi. Chunki u o'zidagi o'sha mening fikrim to'g'ri, men to'g'ri yo'ldaman degan bir ta'kidlarni o'ziga ko'rsata olmaydi yoki namoyish eta olmaydi. Hissiy intellekt past, emotsional intellekt va boshqalarga yaxshi ko'rinishga harakat qiladi, lekin uni o'zini vaziyati qiyin bo'lishi mumkin. O'zi oxirgi ahvolda haligi yig'ib terib oxirgi tiyini bilan to'y qilayotgan bo'lishi mumkin-da. Hissiyoti intellekti, emotsional intellekti baland odam aytadiki, nima qilib gapirsa deydi. No ishto gapiradi deydi. Bir kun gapiradi, 3 kun gapiradi. Bir 4-chi kuni meni to'yim informatsiyasi eskiradi, hech kimga kerak emas deydi. Bu yerda gap dunyo qarashimizda. Bu yerda gap o'sha bizni emotsional intellektimizda, qay darajada va kimning nima deyishi biz uchun muhim. Dunyo qarashi keng odamga kimning nima deyishi muhim emas. Uni o'zini hayot programmasi bor, hayot ssenariysi bor. Bo'ldi, o'sha ssenariy bo'yicha hech kimga zarar bermaydi va o'zini fikri bo'yicha o'sha to'yni kam xarj qiladimi, kam xarajat qiladi. Masalan, men qiz uzatdim. Qudam aytdilarki, menga ortiqcha narsa kerak emas dedilar. Uvol bo'ladi dedilar. Bo'lsa rus sinfida o'qigan ayol qudam. Menga ham kerak emasdi. Ortiqcha latta-putta qilmang dedilar. Hech narsa kerak emas menga. Men qiz uzatyapman. Ular kelin olyapti-da. Nimaga dedim, ertaga odamlar gapiradi-ku desam, aytyapman endi ularni nimasi bo'yicha. U gapirsa gapiraverar dedi. Meni oilam-ku bu dedi. Meni shaxsiy chegaram, gapiradiganlarni chaqirmayman men dedilar. Ajoyib bo'ldi-da. Xo'p dedim. Fotihani ham kichkina qilib o'tkazdik. Challar qilmaysiz dedilar. Umuman kerak emas challar dedi, chunki yoshlar dam oladi, charchagan bo'ladi dedilar. Ertasi kuniga so'rayman, qovurdoq jo'nataymi desam, nima men dedilar 1 kilo kartoshka bilan 1 kilo go'shtni o'zim qovurib bera olmaymanmi dedilar. Umuman kerak emas, uxlang, damingizni oling dedilar. Bo'ldi, tamom dedilar. To'ydagi ortiqcha dahmasalarga ham yo'l qo'ymadilar. 200 kishilik ular tomon, biz tomon va haligi to'yda o'rningdan turgin, onasini chaqir, gul ber, hech narsa bo'lgani yo'q. Yoshlar o'zi ssenariysini tuzib olgan, birinchi raqqosa o'ynaydi, o'qiladi, qo'shiqchilarni aytishgan, san'atkorlar hamma o'ynadi, to'yni o'tkazdik, ketdik. Kelin salomda ham xuddi shunaqa, ortiqcha menga latta-putta kerak emas dedilar. Men xursand bo'ldim, chunki hech bo'lmasa, men endi o'sha targ'ibotni ichida yuribman-ku. Va qudam ham tushundilar shu narsaga, rahmat aytaman. Ortiqcha hashamatga yo'l qo'ymadilar. Uvol bo'ladi. Uni uvoliga kim javob beradi? Agar har bitta odam mana shu nuqtai nazardan fikrlasa, biz to'ylarimizni o'zimiz ixchamlashtiramiz. Ana karantin paytida mana men degan hashamatdor boylar ham kichkinagina to'y qilishdi. 15 ta 20 ta odam bilan to'y. 15 ta 20 ta biz o'zimiz to'yga borganmiz, 30 ta odamli to'y bo'lgan.
katta hovlida haligi stol stullar alohida qo'yilgan, juda ham zo'r bo'lgan to'y. Va erkaklar Bu o'tirmagan. to'yni yuqoridan turib davlat tomonidan qattiq nazorat qilinishi ham shart emas. Avvalo odamlarning tushunchasi bo'lishi kerak. Bu narsa o'z-o'zidan yo'lga tushib ketar ekan. Albatta de, albatta. Bir narsa Shoira opa, siz mana psixologsiz kuzatasiz jarayonni. Masalan, to'yni hisob-kitobini erkaklar qiladi. Lekin mayda-chuyda narsalarni ayollar qiladi. Sepedi, latta-putta edi, shirinlik edi, tog'ora edi. Meni bir narsa e'tiborim tortadi to'y kuni ham. Masalan, oilada qandaydir ma'lum darajada u qadar qadri bo'lmagan ayollar to'y kunida birdan qahramonga aylanib qoladi va hamma narsaga o'zini gapini o'tkazishga tinimsiz harakat qiladi. Bo'lmasa to'y o'zini buziladi. ko'zlashni boshlaydi. Bo'lmasa to'y buzishadi. Erkaklarda ham ba'zi shunaqa holatlar. Endi erkaklarni bizda sharqda mavqei sal balandroq, ular u darajada o'zini ko'zlashga ehtiyoji yo'q. Ayollarda bu narsa biqilib uyda o'tiribdi. Shu vaqtgacha unga mikrofon tegmagan. To'yda mana mikrofon bor. Go'yoki ramziy ma'noda aytyapman va shu jarayonda biz o'zbek ayollar butun qanotlarini yoyadi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Balki shu oiladagi ayollarni mavqei bilan ham bog'liqdir. To'yda bunaqa hashamlarga, o'zini ko'rsatishga, so'zini o'tkazishlarga bo'lgan ishtiyoq. Amma xolalar qo'shiladi jarayonga. Shu vaqtgacha bir xabar olmagan bo'lsa ham. Juda ham bir og'riqli nuqtalardek bular bizdagi. Bizni to'ylarimiz erkaklarni o'ldiradigan to'ylar. Ya'ni Kasal qiladigan to'ylar. cho'ntaginimi? Cho'ntagini ham, yuragini ham kasal qiladigan to'ylar. Ochiq gap. Men to'ylarga ko'p boraman, taklif etilaman. O'sha xonadonni erkagiga nazar solib turamanda, qarab kuzatamanda. Kuzatsam, u yaqin bir 10 yillikda davolanmagan hech qayerda. Sog'liqqa umuman qaralmagan. To'yga tayyorgarlik ko'rgan. Uy qurgan, to'yga tayyorgarlik ko'rgan. Qarang, bizni butun umrimizni yeb tugatadimi bu to'ylarimiz? Nima keragi bor? Ba'zan savol beraman-da, mana shu to'y qilguncha bironta bir joyga dam olib keldingizmi, borib yoki davolandingizmi? Yo'q, davolanmagan bo'ladi. Shoira opa, ayollar masalasiga e'tibor qarating. Erkaklar tushunarli. Ayollar masalasi Nimaga endi ayollar qarang. birdan to'y kuni o'zgarib qoladi. Ayniqsa e'tibordan sal chetda bo'lganlar o'sha kuni malikaga aylanib qoladi. Endi uni orzu havasi, Qirolichaga aylanib qoladi. orzulari, xayolidagi tasavvurlari amalga oshadigan kunda. Go'yoki endi u xonadoniga kelin kelyapti yoki xonadondan qiz Unga ham ketyapti. itoat qiladigan odam kelyapti. Xuddi shunaqa o'zini namoyon qiladigan davr kelib qoldi deb o'ylaymiz. Hattoki ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganda haligi kelgan kelinni oyog'ini tagigacha yotqizib kelin salom qildirishlar yoki ostonasini kirayotganda kelin o'pib kirishlar yoki ketayotgan paytda otasini oyog'ini o'pib, onasini oyog'ini o'pib ketishlar, bu ko'rko'rona bo'lmasligi kerak. Bu kerak emas aslida. Chunki hech kimga qulluq qilishga majbur emas aslida. Yo'q, balki shu oiladagi ayolni ijtimoiy mavqeini ozgina ko'tarsak, ehtimol tarozi sal bir-biriga yaqinlashsa. Endi savol tug'iladi-da, ijtimoiy mavqeini kim ko'taradi? Oiladagi ayolni mavqeini kim ko'taradi? Erkakning munosabati. Ayolning o'ziga munosabati-chi? Ayol o'sha xonadonni bekasi sifatida o'zini ijtimoiy roliga kirishi kerakmi? Bu ijtimoiy rollar bilan hammasi. Har bir inson rol bajaradi. O'sha xonadonga o'zini roli bilan, o'zini bir mehnati bilan, mehri, muhabbati bilan kirishi kerakmi? Yana o'sha emotsional intellektga qaytaman. Emotsional intellektda past odam o'rnini topa olmaydi hech qachon. U o'rnini topish uchun harakat qilish kerak. Mana kitob o'qimaydi avlod. Ayollarimiz ham, erkaklarimiz ham ochiq gap, hozir endi salgina bir yoshlarimiz kitob o'qiyapti, lekin ma'lum bir davrdagi avlod kitob o'qimaydi. Kitob o'qimaydigan odam yoshidagi qaynota, bo'lg'usi, qaynota va qaynonalar kitob o'qimaydi. O'qimaydi. Endi bizni ongimiz nima bilan oziqa oladi? Bizni ma'naviyatimiz nima bilan yuksaladi? O'qimasak, axborotlarni tahlil qilmasak, biz o'sha ijtimoiy rollarimizga o'zimizni tayyorlamasak, men qaynota bo'lyapman yoki men qaynona bo'laman, balki meni kamtarinroq bo'lganim yaxshiroqdir. Ushalmagan orzularni hammasini qo'yib yuborib turib, aynan to'y kuni isterika qiladigan ayollarni bilaman. O'shalarni aytyapman-da. Nimaga? Va ular odatda to'y boshi hisoblanadi. Nimaga? Chunki o'zini namoyon qilib qo'yishga imkoniyat paydo bo'ldi. Ya'ni o'zini bir kun bo'lsa ham dominantligini ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ldi. Asli bu jarayon ilmsizligimizdan. Ilmi bor ayol o'zini ko'rsatmaydi, u biladi o'zini kimligini.
u oiladagi o'rnini ham biladi, darajasini ham biladi, o'ziga bo'lgan bahosini ham biladi, o'ziga bo'lgan munosabatini ham biladi. Uni o'zini ko'rsatishga hech qanaqangi bir ehtiyoji yo'q. Qachonki unda o'sha hurmatga bo'lgan ehtiyoj bor, tan olinishga bo'lgan ehtiyoj borki, u bir kun bo'lsa ham o'zini namoyon qilib oladida, keyin hamma yoqdan kameraga tushib qolgan, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketib qolgan yoki bo'lmasam hamma yoqda shov-shuv bo'lib ketgan bo'ladi. Shoir opa o'zi hashamatga moddiy tomondan yetarli bo'lmay turib hashamatga ruju qo'yish qandaydir kasallik bilan bog'liqmi bu? Kelin kelish arafasida uyni remont qilamiz. Kelin kelish arafasida qimmat gilamlar olib kelib to'shaymiz. To'yni o'tkazamiz. Bu darajada hashamatga berilish ruhiy kasallik darajasiga yetishi mumkinmi? Bitta narsa borda, biz o'zimizni yaxshi ko'rmaymiz. Biz boshqalarga yaxshi ko'rinishni xohlaymiz. Yaxshi ko'rinishni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rinishni yaxshi ko'ramiz. Mehmonxonalarni eng qimmat mebellar bilan bezaymiz, lekin u mehmon bir yilda bir marta keladimi, kelmaydimi? Lekin bizni oldimizda katta bo'layotgan mehmon bo'lgan farzandlarimizga shu sharoitni yaratmaymiz. Mehmon bolalarimiz bizni. Hamma bir-biriga mehmon. Hamma bir-biriga mehmon. Nimaga biz chiroyli dasturxonni o'zimiz uchun bezatmaymiz? Nimaga mehmon uchun bir yilda bir marta kelmaydigan mehmon uchun bezatamiz? Bu kutuvlar, bilasizmi? Ya'ni inson o'zini namoyon etishdagi ishtiyoqning ko'pligi, ehtiyojining ko'pligi va kutamiz, u kelib kimdir buni voy mehmonxonanglar zo'r ekan deb maqtashini kutamiz. Voy to'ying zo'r bo'ldi deb maqtashini kutamiz. Voy kiyiming zo'r ekan deb maqtashini kutamiz. Aslida bizni bu ma'naviyatimizni pastligidan, ilmsizligimizdan, tafakkurimizni torligidan va qisqa fikrlaymiz. Demak, bizning hayotiy maqsadlarimizni ichida to'y, uy, mashina, boshqa prioritetlar yo'q, lekin ular asosiy insonga xizmat qiladigan prioritetlar emas. Ular vositalar. Vositalar ular. Va u vositalarni biz kun tartibida yaratib ketaveramiz. Ba'zan misol uchun faqat chiroyli dasturxonlarni mehmon uchun yozamizda. Men farzandlarimga aytamanda, "Oyi, ana idishingiz nimada turibdi?" desa, men aytaman, "Olib kel" deyman. Ular mehmongami deydi. Men aytaman, "Men bu dunyoda mehmonman axir. Bu dunyoda chiroyli idishdan suv ichmasam, chiroyli nimadan taomlanmasam, meni ko'nglim o'ksiydi axir. Men o'zimga e'tibor bermasam" deyman. Demak, inson birinchi navbatda o'ziga e'tibor qaratishni o'rganishi kerak. Va to'yingiz 3 kun yaxshi bo'lsa ham gapiriladi, yomon bo'lsa ham 3 kun gapiriladi. Bo'ldi, 4-kuni sizni to'yingiz haqida hech kim gapirmaydi. Boyagi cheklovni kimdir qilish kerak deysiz. Bizni davrimizdagida qizlarni kiyimlarini olib chiqib, o'sha challar kuni hammaga ko'rsatishardi. Sep ko'rdi. Endi men butun uy bo'ylab yoyib qo'yilardi osib devorlarga. Xuddi shunaqa. Endi men rayonda ko'zga ko'ringan bo'lganman o'sha paytda. Xudo rahmatli Bibixonim Sheraliyeva degan xotin-qizlarni raisi bordilar, shoira, to'ying bo'lyapti. Ke sandan boshlaylik shu an'anani. Ko'rsatmaylik hech kimga sani kiyadigan liboslaringni. Ko'z tegadi axir dedilar. Mayli dedim. Endi kelin challar bo'lyapti. Qaynona tomon ko'rsat deydi. Men aytamanki, ko'rsatmayman deyman. Ular hayronki, oxirida aytishdiki, yo'q, ko'z tegar ekan. Kiyilmagan liboslarga. To'g'risi men unda o'qimishli qizman-ku. Men uni o'zimga ep ko'rmaganman. Meni kiyadigan liboslarimni u yerda ko'rganingizda ham jarayonga ta'sir qila olarmidingiz? O'zi endi uzatilayotgan qiz bo'lsangiz. Men ta'sir qilganman, ko'rsattirmaganman. Yo'q deganman. Ko'z tegadi deganman. Men hali u libosni birontasini kiymaganman deganman. Yaxshi, himoyaning yaxshi usulini qo'llayapsizlar. Chunki ana o'shandan keyin o'sha rayonda, o'sha Qibray tumanida mana shu an'ana ketdi. Hech kim sep ko'rsatmaydigan bo'ldi. Kimdir boshlab berish kerak. Qo'rqitib qo'yibsizlar-da, ko'z tegadi deb. Chunki men aytganmanki, birinchidan psixologiyaga ta'sir qilishi ko'z tegadi, ko'z tegadi. Chunki men u kiyimlarni kiymaganman hali. Va u liboslar meniki, u liboslar meni shaxsiy liboslarim. Va uni faqat turmush o'rtog'im ko'rishi mumkin bo'lgan liboslar. Nimaga kerak? Men uni ommaga ko'rsatib deganman, shartta gapirgan. Talabaman. U paytda tilimiz o'tkir, shartta gapirganman. Bo'ldi, shu bilan qabul qilishgan. 1-2 kun visir gap bo'lgan, keyin o'tib ketgan. Mana shu jarayonni kimdir boshlab berish kerak. Kimdir to'xtatish kerak. Yo'q.
mana misol uchun o'sha challar qilmaslik, qudam aytdilar quda chaqirib ham kerak emas menga dedilar, kerak emas ortiqcha mashmashalar, mani vaqtim yo'q dedilar. Mayli dedim. Sharapa so'ramoqchi bo'lganim, odamlar hayotida shaxsiy narsalar juda oz qolyapti-da hozir. Hamma shaxsiy tomonini mediaga olib chiqib, sotsial tarmoqlarga olib chiqib namoyish qilyapti. To'ylar ham xuddi shunaqa. To'y shaxsiy hayot bilan bog'liq bo'lgan narsa, lekin katta namoyishlarga chiqib ketyapti. Mana shu narsa. Masalan, kimdir hashamatli qilib dang'ara to'y o'tkazdi, tarmoqlarda yoyilib ketdi. Yoki kimdir sal faqirroq to'y o'tkazdi, tarmoqlarga yoyilib ketdi. Ayniqsa hashamatli to'ylarni odamlarni psixologiyasiga qanaqa ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Bilamiz, kommentlar yoziladi, izohlar yoziladi. Har xil izoh, kim nima hayot kechirib yurgan bo'lsa, o'zidan kelib chiqib izoh yozadi. Hamma o'zini dunyo qarashidan kelib chiqib yozadi. Sekin baribir ommani psixologiyasiga ta'sir qiladi bu narsalar. Albatta. Qaysi nuqtalarga borib yetadi deb o'ylaysiz? Xo'p. Hashamatli to'ylar o'z odatda ko'rsatilmasligi kerak deyman. Sani puling bormi? Sen boymisan? Ko'rsatma hech kimga. Biz bir to'yga bordik. To'yxonaga kirib borishimizda telefonimizga g'ilofchaga solib berishdi, syomka qilmasligimiz uchun. Juda oddiy. Hech qayerga hech qanday intervyu ham chiqib ketgani yo'q, hech kim syomka ham qilgani yo'q. To'y o'tib ketdi. Oddiy, chiroyli to'y, fayzli to'y. Insonni o'ziga bog'liq. Bu aytish kerak-da, qo'yinglar, iltimos, chiqarmanglar hech qayerga chiqmaydi. Lekin bizda bugun odatda mana o'tirgan joyimizda yegan ichganimizni hammasini, kiyganlarimizgacha hammasini ko'rsatish odatimiz bor. Aytyapman, bu shaxsiy hayot qolmayapti hech kimda. Hammasi katta ko'chaga chiqib ketyapti. Endi ikkinchi masala bor. Shunday hashamatlarni ko'rgan yoshlarni ko'ngli o'ksiydi. Mana ota-onam shunaqa to'y qilib bera olmadi menga deydi. Vaholanki bitta narsa bor. Ota-ona farzandini dunyoga keltirdi, uni o'qitdi, oyoqqa qo'ydi, hunar berdi, kasb berdi, bo'ldi. To'xtadi shu joyda ota-onaning missiyasi. Qolganini shu uylanayotgan yigitni o'zi qilishi kerak. O'zini puliga uylanishi kerak. Agar u o'zini puliga uylansa, to'y qilsa, u tejaydi. Lekin ota-onani puliga uylansa, u tejamaydi. U sochadi. O'ylab ham o'tirmaydi hattoki. Mana shu jarayonni singdirishimiz kerak. Sen o'zingni pulingga uylanasan desa, u qayerdan pul topadi, qanday topadi, ishlaydi, harakat qiladi, uylanadi va ayolini qadriga yetadi. Ajrimlarimiz sonini qarang. Xotin tekinga kelmagan. Xuddi Otani puliga kelsa tekinga kelgan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Chunki inson o'zi pul to'lab, peshona teri bilan olgan bittagina oddiy buyumini ham qadrlaydimi? Oddiy mana telefonimizni aytaylik, qanchalar qadrlaymiz. Nimaga? Chunki biz mehnatimizni evaziga olganmiz, buni ehtiyot qilamiz, g'ilof olib beramiz, oynasini to'g'rilaymiz, pul tashab turamiz, ehtiyotlab olib yuramiz. Bu bittagina telefon haqida gap ketyapti. Lekin butun boshli hayotiga juft tanlayapti-da, lekin uni qadri yo'q. Nimaga? Chunki unga sarflangan mablag'ni bu sarflamagan. Bu terlab pul topmagan. Buni peshona teri bilan kelmagan, buni mehnatini evaziga kelmayapti bu. Ota-ona shu uchun aytish kerak, men qilib bermayman, senga qilasan o'zing desa, hech bo'lmasa oila mas'uliyatini bo'yniga oladi-da, tejashga harakat qiladi. Iqtisod qilishga harakat qiladi. Ortiqcha hashamatga yo'l qo'ymaydi. Rahmat. Siz endi mana ko'pchilikning orasida yurasiz. Yoningizga kelishadi bu masalalar bilan. Mana shunaqa kattalar va yoshlar o'rtasidagi to'y masalasidagi ziddiyatda qaysi tomon yutib chiqadi deb o'ylaysiz? Biz baribir yosh deganimiz bilan yoshlarimiz ham qimmatbaho mashinalar minishni yaxshi ko'radi. Bizda bor-da bu narsa. Hashamatli uyda yashashni xohlaydiganlari bo'ladi. Qilsin o'zi. O'qisin, hunar o'rgansin, harakat qilsin, uddalasin. Nima uchun ota-onasini kasal qilish kerak? Nima uchun ota-onasi o'lib ketishi kerak? Ungadir nimadir qilib beraman deb. Ota-ona qachon o'zi uchun yashaydi? Va ota-onani qilib bergan moli mulkining qadri bo'lmaydi hech qachon. Ikkinchi masala, hozir yoshlar bilan gaplashsangiz, juda ham maksimallik pasaygan, ancha minimalizmga o'tgan yoshlar. Chunki yoshlarimiz ko'proq kitob o'qiyapti,
chet ellarda o'qishlarini xohlashyapti, grantlar uchun harakat qilyapti, til o'rganyapti, til bilan birga o'sha davlatlarning madaniyatini ham o'rganyapti-da, ularda tejamkorlik ko'p. Korоче, mana farzandlarimni o'sha uzatayotgan paytimda ham aytganki, yo'q, katta hashamat qilmaymiz, oyi. O'sha kerakli ro'yxat ham juda qisqa bo'lgan. Men tomonidan taklif etilgan insonlar ro'yxati, xafa bo'lganlar ham bo'ldi. Men aytdimki, yo'q, endi vaziyatimiz shunaqa bo'lib qoldi. Lekin yaqinda bir to'yga bordim, bir to'yxonaga bir 500 tami, 600 tami odamni yig'gan. Lekin unaqa to'y ham bo'lmas ekan. Birinchidan 2 soat, 3 soat shovqinni ichida 500 ta odam bitta to'yxonada, Birov-birovni tanimaydi. birov-birovni tanimaydi, na yegandek bo'lasiz, na o'tirgandek bo'lasiz, na bir musiqa eshitgandek bo'lasiz, na bir to'y ko'rgandek bo'lasiz. Yo'q. U ham kerak emas ekan. Demak, yana ham o'sha me'yor tejamkorlikka o'tishimiz kerak va to'ydan keyingi hayotni ham o'ylashimiz kerak. Rostdan ham qiyin. To'y qilgan odamga oson emasda. Cho'kib qolganlarni ko'ramiz. To'y qilaman deb infarkt bo'lganlarni ko'ramiz. Qancha qarz bilan chiqqanlarni ko'ramiz. To'ydan keyin qarz so'rab yurganlarni, qarz to'lab yurganlarni ko'ramiz. Nima keragi bor? Biz qarz evaziga o'zimizga soxta xursandchilikni yaratishimiz. Kerak emas u. Boringchi ko'rsat. Sen shunaqa bo'lgansan-ku, boringni olib chiq, bo'ldi, tamom. Baribir to'yni ertasiga Kim o'zarga bunday tadbirlarni o'tkazish kimga zarar? O'zimizga zarar. O'sha to'yga ketgan xarajatni, ishoning, 10% ni ham sog'lig'imizga xarajat qilmaymiz. Eng yomoni, men xafa bo'ladiganim, eng yomoni to'yga million ketadi. O'sha mashinalarga, boshqasiga, zaksiga, hashamat ketadi, lekin o'sha to'ydagi xarajatni 10% ni sog'lig'imizga xarajat qilmaymiz. Organizmda yetishmovchilik, jigar kasal, buyrak kasal, oshqozon osti bezi ishdan chiqyapti, tanada qon tomirlarida tromblar hosil bo'lyapti, asablar tamom bo'lyapti, lekin biz to'yni xarajati tamom bo'lmayapti. O'zimizdan qizg'anamiz. Biz qachon o'zimiz uchun yashaydigan, o'zimizni yaxshi ko'ra oladigan va o'zimizni rivojlantiradigan millatga aylanamiz? Qachon? Inson o'zini resursidan foydalanganda u to'g'ri foydalanishni kerak. To'y bizning resurslarimizni ortiqcha olib qo'yadigan jarayon. U juda katta stress evaziga keladi. Yaxshi to'ylar, xursandchilik, hech qanaqangi xursandchilik emas. Juda katta asab, juda katta xarajat, juda ham katta odamlarning gap so'zlari yana tinmasdan muhokama maydonida bo'ladi to'y qilayotgan odam. U stress. Lekin boyagi kichkinagina bir nima deydi? Ixchamgina qilingan to'yda bu darajada muhokama bo'lmaydi. Muhokamaga vaqt ham bo'lmaydi. Ixchamgina, oddiygina, soddagina o'tdi. Yana o'sha boyagi gapim. Zo'r o'tsa ham 3 kun gapirishadi. Kam o'tsa ham 3 kun gapiriladi. Bo'ldi, 3 kundan keyin yangi axborot kirib keladi. Bizni to'yimiz muhokama bo'lmaydi. Qiynaganimiz qoladi o'zimizni. Shoira opa, mana siz bilan shu suhbatga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'qigan, ko'rgan kitoblarimiz bir xayoldan kechirdim. Bundan 100 yil oldin ham behbudiylar, fitratlar, cho'lponlar, qaysiki jadidman deb maydonga chiqqan bo'lsa, hammasi avloniylar to'y masalasiga, oshxo'rlik masalasiga, ko'pkaribozlik masalalariga juda qattiq e'tibor qilishgan. O'shandayoq aytilgan bu narsalar. Mana hozir siz aytayotgan gaplar 100 yil oldin ham aytilgan. Yana takrorlayapmiz. Juda ko'p misollari bilan aytilgan. Nahotki shu 100 yilning ichida shu masalani bir hal qilib 100 yil kam davr emas-ku, bir asr-ku axir. Bir millatni hayotidagi butun bir asr yana mana shu narsalarni takrorlashga ketyapti. Biz hali ham bu masalani hal qilganimiz yo'q. Nimaga bunchalar to'y masalasidan boshqa dardimiz yo'qmi bizni? To'y bir kunda o'tadi ketadi. Ertasiga haqiqiy hayot boshlanadi. Bir odamning yuksalgisi keladi, millatning yuksalishiga bag'ishlangan mavzularda suhbat qilgisi keladi odamni. Lekin biz mana sizni olib kelib to'y masalasi suhbatlashyapmiz. Chunki shu masalagacha turibdi. Sabab nima? Bir asr o'tdi-ku, mana tajribadan o'tdi. Baxtsiz kuyov degan asarlar yozildi. Qarzga xotin olib, keyin oxirida yosh kelin kuyov bir-birini nobud qilgani bilan bog'liq sahnalar o'shandayoq sahnaga qo'yilgan. 100 yil oldin ham chakmon do'ppalarda o'tirib tomosha qilishgan, halokatlarini, sabablarini ko'rishgan. Nimaga o'zgarmaydi odamlar? Yo ko'zimiz ochmi shunchalik? Insonni o'zgarishi bu uni ongining darajasiga bog'liq. Bir asr ongimizda hech o'zgarish yasamadimi? Siz uchib ketdimi bir asr? Bo'lmayapti. Bir asr qilmayapti. Bir asr emas, 2 asr ham ta'sir qilmaydi.
Yana aytaman, inson o'zgarishi uchun o'zini ongini ko'rishi kerak. Nima bor bu qutining ichida? Nima bor? Rostdan ham chiqib savol bersangiz, yangi ko'ylak olgim keladi, tilla taqqim keladi, gaplar gashtaklarga borgim keladi, serial ko'radi va hokazo. Qo'rqib ketasiz ba'zan ko'ribda. Shu onalar bola tarbiya qilyapti. Shu bolalar ertaga shu jamiyatni Endi rivojlantiradi. televideniyani gapirmasa ham bo'ladi. Butun hammasi to'ylar, xotin qo'ydi, uylandi, xiyonat qildi. Shu darajada maishiy masalalar hayotimizning bir 95% egallab turibdi-da. Undan boshqa hayot yo'qmi bizda bir? Yashirmayman. Ma'naviy yuksalish degan narsalar yo'qmi? Yashirmayman, yaqin 10 yildan buyon televizor ko'rmayman. Siz ko'rmasangiz omma ko'ryapti. Siz o'zingizni ko'rmasdan o'zingizni muhofaza qilayotgan ekansiz. Omma o'zini o'zi muhofaza qila olmaydi, yoqadi ko'rib o'tiradi. Men nima ko'raman? Foydali kontent qidiraman. Ya'ni meni dunyoqarashimni o'stiradigan, meni mutaxassis sifatida rivojlantiradigan, meni hayotimga to'g'ri hayotda yashash tartibini yaratib beradigan manbalarni ko'raman. Uni ommadan talab qila olmaymiz-da. Siz o'zingizni nazorat qilasiz, nima kerakligini bilasiz. U ommani qandaydir ongini boshqarish. Bunaqa seriallar bilan ularning ongini biz boshqaryapmiz va yo'q narsaga to'ldiryapmiz masalan. Endi bitta masala borda, har bir inson o'zini hayoti uchun mas'uliyatni o'zi bo'yniga olishni o'rganishi kerak. Ular hayotini, mas'uliyatini bo'yniga olmasa, siz bilan biz qo'ya olmaymiz. Masalan, meni hayotim mas'uliyati meni bo'ynimda. Ha, menga nima kerak? Kitob olaman, kitob o'qiyman, o'zim ustimda ishlayman, izlanaman. Bir yilda kamida bitta uzoq muddatli kurs o'qiyman. Bir yilda. Har yili bor menda bu kurs. Mana yaqinda topshirdim. Fevral oyidan boshlanadi. Endi registratsiyadan o'tib to'lovlarini qildim. Международная академия seksologии. Bu juda katta fan. Juda 6 oy o'qishim kerak, har kuni dars. Nimaga o'qiyapman? Chunki bizni millat sifatida tarbiya qiladigan asosiy jins tarbiyamiz bo'sh turibdi. Shaxs tarbiyasining asosiy poydevori jinsiy tarbiyadan bizda boshlanadi. juda katta og'riq masala, u doim pardani Endi qarang. orqasida qolgan masala. Lekin o'sha pardani orqasidagi qolgan masala hamma yoqni buzyapti-da hozir. TikTokka kirib bo'lmay qoldi. Begalife'ga kirib bo'lmay qoldi. Twitterga kirib bo'lmay qoldi. Instagramga kirib bo'lmay qoldi. Bizni millatimizni qilayotgan ishlaridan. Uyatli ishlaridan. Behayolik, shu darajada sharmandalikki, bironta millatda bu darajada sharmandalikni ko'rmaymiz. Nimaga? Ma'naviyatimizni pastligidan. Emotsional intellektimizni yo'qligidan, kitob o'qimasligimizdan, miyamizni ichi bo'mbo'shligidan bo'lyapti shu. O'sha 100 yil oldin ham jadidlarimiz kuyib yonib shuni gapirgan, biz ham o'zimizni nimada o'sha ma'naviyat targ'ibotchisi sifatida biz ham kuyib yonyapmiz. Lekin quloq solganlari quloq solyapti. Menga qarang Shoir opa, 100 yil keyin yana qaysidir bir ko'rsatuvda menga o'xshagan bir boshlovchi yana shunaqa masalalar ko'taradi deb o'ylaysizmi? Agar biz o'zgarmasak, ko'taradi. Agar biz o'zgarsak, boshqa rivojlanish darajasiga o'tsak, boshqa masalalarni ko'tarishi mumkin. Endi qarang, hozirgi yosh davrlar uchun biz moslashishga majburmiz. Hozirgi Z avlod uchun, alfa avlod uchun, beta avlod uchun biz moslashamiz. Ular bizga moslashmaydi endi. Yuzi juda qattiq ularni. Yuzi qattiqroq ularni. Ularni talablari boshqacha. Demak, bu ota-onalar qaysidir ishlamayotgan stereotiplardan voz kechishni o'rganishimiz kerak. Ish bermayaptimi, voz kech. Masalan, mana o'sha challar kerak emas dedilarmi? Kerak emas. Quda chaqiriq kerak emas dedilarmi? Kerak emas. Qovurdoq kerak emas dedilarmi? Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Voz kechildik-ku. O'lib qolmadik-ku shuni orqasidan. Bo'ldi, to'g'ri qabul qildik bir-birimizda, to'g'ri tushundik bir-birimizda. Ortiqcha latta-putta kerak emas dedi, kerak emas. Demak, qilsa bo'lar ekanmi? Insonni o'zida qolgan. 4 ta odam atrofdan voy nimaga qilmaysan, men buni qilishing kerak desa, to'xta, men nimaga o'zimni qiynashim kerak? Meni bolamni baxti shu moddiyat bilan o'lchanmaydi-ku. Axir o'sha xonadoniga bir mehr bilan, e'tibor bilan boryapti, peshonasiga bo'lsa bitib ketadi deb turib nimaga ayta olmaymiz? Qo'rqamiz. Gap so'z bo'lishdan qo'rqamiz. Muhokamalar maydonida qolishdan qo'rqamiz yoki men sendan kammi degan bir qo'rquvlarimiz bor. Buni hammasini tagi o'ziga nisbatan ishonchning, o'ziga nisbatan hurmatning yo'qligida aslida. O'zini hurmat qilgan odamning o'zining shaxsiy fikri bo'ladi. Bo'ylarini tartibga solishdi.
Davlatning aralashuvi qanchalik ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysiz? Ta'sir ko'rsatadi. Qanchalik? Juda katta ta'sir Mana raqamlarni belgilab berdi, lekin u raqamlarga tushganimiz yo'q hali. Raqamlarga agar rahbarlar boshlab berib o'zlari tushib bersa, oddiy xalq tushadi. Lekin ular o'zlari 1,5-2 ming kishini chaqirib to'y qilgandan keyin qanaqa qilib pastdagi odamlar 100 ta odam bilan to'y qiladi? Men sendan qolamanmi deydi. Tushunyapsizmi? Avvalambor o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'sha qonunni qabul qildikmi, qarorni qabul qildikmi, o'sha qarorga biz o'zimiz amal qilaylik. Ishoning, shunaqa zo'r tejaladi to'ydan pul. Hashamatdan tejalmaydi-da, lekin nima deydi? Tejamkorlik bilan ishlatgan to'yingizdan shunaqa pulingiz tejaladi. Keyingi yaqin 5 yillikdagi janjallarni oldini oladi va u pullar. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Ba'zi to'ylarni ko'ramiz, tillalar tarqatadi, lekin eshitamiz 2 oydan keyin kelin ajrashib ketgan yoki kelin urib maydalashgan. Nima keragi bor u ko'z-ko'z qilishlarni? Kelin ham odammi bizdan, maydalasa maydalabdi-da. Qaysi bir ixtirochi chiqyapti bizdan yoki qaysi bir dunyo taniydigan olim chiqyapti bizdan, qaysi bir misol uchun kuchli mana mikrobiologlar, onkologlar qaysi bir bor bizdan bunda dunyo tanoga. Olimlar chiqyapti, biz ularni bilmaymiz. Ularning ixtirolarini dunyo e'tirof etyapti. Dunyo e'tirof etgandan keyin bilyapmiz biz. Nimaga bilmaymiz? Ko'zimiz ko'rmi bizda? To'y bilan bandmiz, to'y qilishimiz kerak-ku. Yo'q, bizda eng zo'r variant mashina olishimiz kerak, to'y qilishimiz kerak, brilliant olishimiz kerak, tilla olishimiz kerak. Uyimizni bugun boshqacha remont qilishimiz kerak, ertaga boshqacha remont qilishimiz kerak. Sharapa, suhbat uchun rahmat. Mana Og'riqli mavzular. Juda og'riqli. Biz bu yerda o'tiraverib, unday qilish kerak, bunday qilish kerak deyaveramiz. Bu deyilgan sari amalidan uzoqlashib ketilayotgan o'xshaydi. Battar qilayotganga o'xshaydi-da. Biz aksincha boshqa narsani aytishimiz mumkin. Qilaveringlar to'y. Bemalol. Xohlaganingcha 100 million kredit olib ham qilaver to'y. Kasal bo'lsang o'zing to'laysan. Asabiy sog'lig'ing senga kerak bo'lmasa qo'shningdan qarz olib ham qilaver. Bemalol. Biz hech kimni cheklamoqchi emasmiz. Lekin degan joyi bor. O'sha katta hashamat sizga baxt olib keltirsa qiling. Uyingizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsa qiling. Bo'lmayapti-ku. 100 millionlab kredit olib to'y qilyapti, ertaga qiz nobob chiqyapti, ajrashib ketyapti. Kreditni boylar to'layapti. Eng yomonini aytib beraman. Keladigan kelgan kelinni pasportiga kredit olib to'y qilishgan. Oylar qolib ketasiz. Qiz nobob chiqyaptimi? Qiz nobob chiqyapti, lekin yigitchi. Masalalarimiz juda ham jiddiy. Biz to'y masalasida bir dunyo qarashi kengroq, bir aqli bor odamni oldiga borib hech bo'lmasa maslahat qilish kerak, maslahat so'rash kerak. Men to'y qilmoqchiman. Nima qilay? Mahalla raisiga yoki o'sha tejab to'y qilgan odamga so'rash kerak. Haddimizdan oshib ketamiz. Ha, meni birinchi to'yim. Ha, meni birinchi qizim uzatyapman. Hammani ko'zi menda. Hammani ko'zi menda. Hech kim siz ham to'y qilsa bo'ladi. Karantin davri bizga saboq bo'lishi kerak-da. Biz lekin hech qachon xatolardan xulosa chiqarishni o'rgana olmayapmiz. Mana shu suhbatimiz qanchalik ta'sir ko'rsatdi deb o'ylaysiz tomosha qilayotganlarga? Eshitishadi, Amal qilishadimi? amal qilishadi. Aqli bor, esi borlar bu ikkalasi kuyib yonib nimandir bilmasa gapirmaydi-ku deb amal qiladi. Lekin amal qilmaydiganlar o'zini bilganini qiladi, qarzga kiradi, kasal bo'ladi va baribir bizning aytganimizni to'g'ri ekanligini tan olishadi. Keyingilarda menimcha xatolar kamroq bo'ladi. Shoira opa, mana yaqin 1 soat ichida siz bilan suhbatlashdik. Juda og'riqli masala. Og'riqli bo'lganda ham hamma ko'rib, bilib turgan masala. Lekin hech yechimini qilishni, hayotida qo'llashni u qadar istamayotgan masala. Biz odatda ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan, og'riqli nuqtalarini topib ko'rsatiladigan mavzular olib chiqardik. Bu mavzu shunaqaki hamma ko'rib turibdi-da. Hammani hayotida to'y bor, hamma o'g'il uylantiradi, hamma kelin tushiradi. Hamma hayotida bir necha marta bu jarayonni boshidan kechiradi. Bir yechimlar berish mumkinmi? Baribir bir ommaning psixologiyasiga ta'sir qiladigan, bir o'zini qaytadan ustanovka deymiz, ya'ni fikrlarini rostlab oladigan, tushunchalarini rostlab oladigan bir umumiy yo'nalishlar berish mumkinmi? Hech bo'lmasa nimadandir boshlash mumkinligini aytsangiz. Mana nimadan boshlash mumkin? Mana shu suhbatimizni eshitgan insonlar hech bo'lmasa bir aqlli donosi o'zini to'yini ixcham qilib o'tkazib bersin. Ibrat sifatida. Masalan, men o'zimning shaxsiy tajribamni aytdim. Birinchisi o'sha 96-yildagi holatda aytib beryapman, qarang. Yo'q, kerak emas.
Va ikkinchisi o'tgan yilgi holatni aytib beryapman. Ixchamlashtirsa bo'lar ekan-ku. Hech kimdan xafa bo'lgani yo'q. Hamma bordi, o'ynadi, maza qilib ketdi. Kimdir o'sha mahalladan kimdir aql bilan bitta kichraytirib to'y qilib bersa, bo'ldi, qolganlar unga amal qiladi. Lekin o'sha odam atrofdagi odamlarning gap so'zini ta'siridan cho'chimasligi kerak. O'zini shaxsiy fikriga ega bo'lishi kerak va to'ydan keyin ham ularni rejalari bo'lishi kerak. Kimdir boshlab bersa, qolganlar ergashadi. Biz ergashishni yaxshi ko'ramiz. Bizga faqat o'shani boshlab beradigan odam. Ayniqsa ko'zga ko'rinib turgan odamlar. Albatta. Boshqaruvdagilar, Albatta. san'atkorlar, Albatta. ijodkorlar, Xuddi elni shunaqa. nazarda turgan Xuddi odamlar. shunaqa. Yana qanaqa yechimlar bera olasiz? Yana yechimlar bera olishim mumkin. Bolalar bilan gaplashgan paytda, farzandlar bilan, ayniqsa o'sha voyaga yetgan bolalar bilan to'ylarni ixchamlashtirishga ularni ham ozgina o'rgatish kerak. O'sha to'yga ketadigan xarajatni ularni ilm olishiga, bilim olishiga, hunar o'rganishiga, biron bir bizneslarni boshlashga sarflash kerak. Yeb ichib qornimiz to'ygani bilan bu bir kunlik. Lekin o'sha to'ydan keyin bironta bir biznesni boshlasa, u ertaga o'sha oilasini boqadi, oiladagi iqtisodiy yetishmovchiliklar kamayadi, o'zi bir ishchi o'rinlar yaratadi va oilasini o'sha moliyaviy ta'minotini qila oladi. Masalani bundoq burish kerak, qayergadir olib borish kerak uni. Lekin to'ydan keyin ko'p holatlarda men ko'raman, to'yanalar ham unaqa juda zo'r tushmaydi. To'yana bilan to'yxonani qoplab zo'rg'a qoplashadi yoki qarz bo'lib chiqib Qarzga ketadi. Qarz bo'lib ketadi. Va o'sha ro'yxat shakllantirish kerak, kimlarni chaqiraman. Har bitta xonadondan bittadan odam aytilishi kerak. Bola chaqasi bilan to'yga boradi. Bolalar oyoq ostida. Na to'y ko'rasiz, na bolalar to'y ko'radi. U shovqin-suron, detsibali baland bolalarni asabiga ta'sir qiladi. Yig'laydi, uyqusi keladi. To'y madaniyatini shakllantirishimiz kerak o'zimizda. Ijtimoiy tarmoq odoblari dedik, ancha gapirdik, ancha, lekin baribir hali biz hali ijtimoiy tarmoqda o'zimizni boshqarishni bilmaymiz. Xuddi to'y ham xuddi shunaqa boshqaruvga muhtoj. To'yni tashkil qilish, o'tkazish, unda ishtirok etish, Xuddi shunaqa. mehmonlik madaniyati, Xuddi shunaqa. mezbonlik madaniyati. Ssenariy asosida qilinishi kerak. Bu yoqdan kelasan, u yoqdan chiqib ketasan. Hammasini agar joy-joyiga kimdir qo'yib bersa, voy ani palonchini bo'lar ekan-ku shunaqa zo'r to'y qilsa. Biz ergashib ketamiz. O'sha kimdir qisqartirib bersa to'yni, o'shani to'yini taqlid qilib olamiz. Kimdir ko'pirtirib bersa, bo'ldi, 10 ta artist chaqirdimi, biz 15 ta chaqiramiz. Aziz kuzatuvchilar, mana bugun siz bilan to'y masalasida suhbatdosh bilan birga yaqin bir soat ichida suhbat qildik. Shoir aka, katta rahmat suhbatga rozilik berganingiz va suhbatdosh bo'lganingiz uchun. Bu masala faqat mening yo sizning hayotingizga aloqador emas, hammamizni ham to'ylarga yetkazsin. Eng muhimi, to'y kuni boshlangan baxt saodat ertasiga davom etadigan haqiqiy hayotimizni so'ngiga qadar bizni olib borsin. To'y chin ma'noda yaxshilik olib kelish kerak, chin ma'noda baxt saodat olib kelish kerak. Qarzdorlik emas, pushaymonlik emas, ajrimlar emas, baxtsizlik emas, bolalarni ko'z yoshi emas. To'y bu quvonch olib kelish kerak. Va har jihatdan shu to'y quvonchga aylanib ketishi uchun uni rejasini qilish kerak kattalar o'tirib. To'y qanaqa tashkil qilinadi, mehmon qanaqa kutib olinadi, mezbon o'zini qanaqa tutadi, mehmon o'zini qanaqa tutadi, bularni hammasi haqida tushunishimcha alohida ancha suhbatlar qilishimiz kerak ekan. To'yni mezboni o'zini qanday tutish kerak, to'yni mehmoni o'zini qanday tutish kerak. Biz mehmonni boshimizga qo'yamiz, yaxshi ko'ramiz, lekin shu joylargacha yetib keldik shekilli, birma-bir madaniy chegaralarni belgilash, etik estetik chegaralarini belgilash bilan bog'liq nuqtalarga yetib keldik deb o'ylayman va nasib qilsa to'yga mehmon qanday borish kerak degan masalalarda ham ehtimol suhbatlar qilinar. Bugungi suhbatimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Suhbat davomida aytilgan fikrlarga e'tirozlaringiz bo'lsa, albatta bo'ladi nazarimda. Bizga yozib yuboring. Qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsangiz, ularni ham yozib boring. Bu masalada har qancha siz bilan suhbatlashishga, siz yaxshi ko'radigan mutaxassislarni chaqirib suhbat qilishga tayyormiz. Rahmat.